Qarang, eshiting va yashang. 5-kitob. A tomoni. Xudo yo'lidagi sinovlar. Salom aziz do'stlar. Yashil kitobchadagi rasmlar va ularda aks ettirilgan tarix Xudoning muqaddas kitobidan olingan. Bu rasmlar qiyin paytlarda buyuk odamlarning Xudodan yordam olganliklari haqida so'zlab beradi. Izohini eshitgach, rasmga qarang. Quyidagi tovushni eshitganingizdan so'ng keyingi varaqni oching va navbatdagi rasmga o'ting. Birinchi rasm. Naamon Elishaning uyiga keladi. Elisha Xudoning Isroildagi buyuk payg'ambari va ustozi bo'lgan. Bir kun Naamon ismli bir odam uning uyi oldiga keldi. U Suriya qo'shinining qo'mondoni edi. Suriya esa Isroilning dushmani edi. Naamon kuchli va jasur jangchi edi, biroq u mahov kasaliga uchragan edi. Naamon Elisha bu kasallikni davolay olishini eshitib Isroilga keldi. Lekin Elisha hatto u bilan salomlashgani ham chiqmadi. U Naamonga aytadigan gaplarini xizmatkori orqali aytib yubordi. Xizmatkor Naamonga Elisha aytgan gaplarni aytdi. Iordan daryosiga borib 7 marta uning suvidan yuvin va sen bu dardingdan xalos bo'lasan. Naamonning jahli chiqdi va dedi: "Men Elisha oldimga chiqib, o'z xudosini ismini aytib chaqiradi va meni mahovdan xalos etadi deb qattiq ishonibman." Shunday deb Naamon kuchli zarda bilan qaytib ketdi. Ikkinchi rasm. Naamon daryoda. Naamonning xizmatkorlari unga g'azablanma, o'zingni yuqori tutma deb maslahat berdilar. Ular uni Elishaning oddiy ko'rsatmasiga quloq solishga ko'ndirdilar. Shunday qilib, Naamon Iordan daryosiga keldi va daryoda 7 marta cho'mildi. Rasmga qarang. Naamon juda baxtiyor. Uning mahovi tamomila tuzalib ketdi. Elisha odamlardan qo'rqmasdi. U buyuk Xudoga ishonardi. Xudo nima kerak bo'lsa, hammasini qilishga qodirligini u bilardi. Biroq u odamlar o'zlarining dardlaridan xalos bo'lishi uchun Xudoga quloq solishlari kerakligini ham bilardilar. Uchinchi rasm. Elisha va Xudoning qo'shini. Xudo Elishaga Suriyaliklar Isroilga hujum qilishga kelishlarini doim oldindan aytardi. Elisha podshohini ogohlantirardi. Shuning uchun Suriyaliklar uni yenga olmadilar. Suriya podshohi o'z askarlariga dedi: "Borib, Elisha qayerdaligini toping. Men uni tutishim kerak." Bir kun erta tongda Elisha va uning xizmatkori uni tutish uchun kelayotgan Suriyaliklarni ko'rib qolishdi. Xizmatkori: "Ustoz, nima qilamiz?" deb baqirdi. Elisha esa: "Qo'rqma, bizning tomonimizdagilar ular tomondagilardan ko'p" dedi. Shunda xizmatkor chor atrofdagi olovli otlar va aravalarga ko'zi tushdi. Bu Xudoning ularni himoya qilish uchun yuborgan qo'shini edi. 4-rasm. Elisha va ko'p sonli ko'r armiya. Suriyaliklar Elishani tutish uchun yaqin kelganlarida u Xudoga shunday ibodat qildi: "Bu odamlarni ko'r qil." Shu ondayoq hamma askarlar ko'rmay qoldilar. Elisha ularga yaqinlashib dedi: "Mening orqamdan yuringlar. Men sizlarni o'sha siz izlayotgan odamning oldiga olib boraman." Elisha barcha ko'r odamlarni Isroilning bosh shahri Samariyaga olib bordi. U yerda Elisha Xudoga yana ibodat qildi: "Rabbim, bu odamlarning ko'zini och." Keyin Suriyaliklar o'zlarini dushman shahrida ekanliklarini ko'rdilar. Isroil podshohi ularni o'ldirmoqchi bo'ldi, lekin Elisha dedi: "Ularga yeyish va ichishga biror narsa bergin va ularni qo'yib yuborgin." Do'stlar, Elishaning xudosi bizning barcha dushmanlarimizdan ham kuchliroqdir. Agar biz Xudoga ishonsak, biz dushmanlarimizga nisbatan qasos izlashimiz kerak emas. 5-rasm. Samariyaning qamal qilinishi. Suriyaliklar armiyasi yana Isroil
bilan jang qilishning yo'lini qidirdi. Uzoq vaqt ular Samariya shahrini qamrab oldilar. Tez orada shahardagi isroilliklarda yeyish uchun ovqat qolmadi. Rasmga qarang. Isroil podshohi shahar devori ustida sayr qilib yurganida uning oldiga ayollar keldilar. Ular podshohdan yordam berish uchun yolvordilar. Ular shunday och edilarki, hatto o'z bolalarini yeyishardi. Podshoh nima qilishini bilmasdi. U Xudo ularni suriyaliklardan himoya qilmagani uchun g'azablandi va Xudoning xizmatkori Elishani o'ldirishga qaror qildi. Shunda Elisha podshohga quyidagi maktubni yubordi. Mana nima deydi Rabbimiz Xudo. Ertaga shu payt Samariya darvozasi oldida un va bug'doy sotiladi. 6-rasm. 4 mahov. Shu payt Samariya darvozasi oldida 4 kishi o'tirardi. Ularning hammalari mahov edi. Ular o'zaro gaplashishardi. Nima keragi bor bizga bu yerda qolib, o'lib ketib? Kelinglar, suriyaliklar tomonga o'tamiz. Shu payt suriyaliklar armiya bostirib kelayotganga o'xshash kuchli shovqin eshitdilar. Ular shunday qo'rqib ketdilarki, hatto hamma narsalarini tashlab qochib ketdilar. Mahovlar suriyaliklar qarorgohiga kelganlarida u yerda birorta ham odam qolmagan edi. Mahovlar ovqat va nimani xohlasalar oldilar. Keyin ular bir-birlariga dedilar: "Bu to'g'ri emas. Bugun yaxshi xabarlar kuni. Biz bo'lsak, bu haqda hech kim bilan o'rtoqlasha olmaymiz." Ular tezda Samariyaga qaytdilar va voqeani podshohga gapirib berdilar. Tez orada odamlar suriyaliklar qarorgohidagi ovqatlarni Elisha aytgandek Samariya darvozasi oldida sota boshladilar. Shunday qilib, Xudo Isroil xalqi va uning xizmatkori Elishani qutqardi. Do'stlar, Xudo bizni abadiy zulmatdan qutqarish uchun Iso Masihni yubordi. Bu juda yaxshi xabar. Biz ham shu mahovlarga o'xshab bu xush xabarni boshqalarga yetkazishimiz kerak. Yettinchi rasm. Yunus Xudodan qochadi. Elisha o'lganidan keyin Isroilda Yunus payg'ambar tug'ildi. Xudo Yunusga dedi: "Buyuk shahar Naynavoga bor va unga qarshi targ'ib qil. Uning odamlari qanday yovuzligini bilaman." Naynavo xalqi ham Isroilning dushmani edi. Yunus ular oldiga borishni xohlamadi va qochishga urindi. U uzoq mamlakatga ketayotgan kemani topdi. Yo'l haqini to'ladi va kema suzib ketdi. Tez orada dengizda dovul boshlandi. Kemadagi odamlar dahshatga tushdilar. Ular: "Kelinglar, qur'a tashlaymiz va bunda kim aybdorligini topamiz" deyshti. Shunday qilib, ular qur'a tashladilar va Yunus aybdor deb qarorga keldilar. 8-rasm. Yunus va ulkan baliq. Dengizchilar Yunusdan: "Sen nima qilganding?" deb so'radilar. U ularga Xudodan qochganligini aytib berdi. Shunda ular Yunusga: "Dengiz tinchlanishi uchun sen nima qilsak ekan?" deyshti. Yunus: "Meni dengizga tashlanglar. Dovulning bizga xavf tug'dirishi mening aybim bilangina bilaman" deb xitob qildi. Odamlar Yunusni o'ldirishni xohlamadilar, lekin dovul borgan sari kuchaydi. Shuning uchun ular Yunusni dengizga tashladilar, biroq Yunus o'lmadi. Rasmga qarang. Yunusni katta baliq yutib yubordi. U baliqning qornida 3 kun tirik yashadi. Keyin baliq Yunusni quruqlikka chiqarib tashladi. 9-rasm. Yunus Naynavoda. Xudo Yunusga yana dedi: "Naynavoga bor va men aytgan amr bilan targ'ib qil." Endi Yunus Xudoga quloq soldi va Naynavoga bordi. U xalqni ogohlantirib dedi: 40 kundan so'ng Naynavo vayron bo'ladi. Podshoh va butun xalq ko'zda yosh bilan Xudodan shafqat so'radilar. Ular o'zlarining yovuz yo'llaridan qaytib, tavba qildilar va Xudo ularni vayron qilmaslikka qaror qildi. Do'stlar, biz Yunus va Naynavo xalqi kabimiz. Biz Xudoga quloq solmadik va yovuz ishlar qildik.
biz jazoga loyiqmiz. Biroq Xudo bizni sevadi. U bizni avaylash uchun Iso Masihni yubordi. Shuning uchun biz yovuzlikdan qaytishimiz kerak. Iso Masih bizni qutqarish uchun o'ldi. Yunus baliq qornida 3 kun bo'lgani kabi Iso Masih ham qabrda 3 kun bo'ldi. Keyin Iso Masih qaytadan tirildi. Hozir u kimki yovuz va gunohdan qaytib, unga ergashsa, o'shanga abadiy hayot baxsh eta oladi. O'ninchi rasm. Ester va podshoh. Ester Isroillik Yahudi qiz edi. Uning ota-onasi vafot etgandi. Shuning uchun tog'asi Mordaxoy Esterga g'amxo'rlik qildi. Ester va Mordaxoy Isroil xalqi bilan birga asirlikka tushgandi va Fors saltanatiga olib ketilgandi. Fors podshohi juda johil odam edi. Hamma undan qo'rqardi. Bir kuni podshohning xotini uning jahlini chiqardi. Shunda podshoh undan voz kechib boshqasiga uylanishga qaror qildi. Buning uchun u o'z podshohligidan barcha chiroyli qizlarni uning oldiga kelishlarini buyurdi. Qizlar ichida u Esterni o'ziga xotinlikka va malikalikka tanladi. Lekin Ester Yahudi ekanligini hech kimga aytmadi. 11-rasm. Mordaxoy Hamonga ta'zim qilishdan bosh tortadi. Hamon Fors saltanatida buyuk hisoblangan odam edi. U kelayotganida hamma odamlar unga ta'zim qilishlari kerak edi. Mordaxoy faqat yagona haqiqiy Xudoga sig'inardi. Bu sababdan Hamonga ta'zim qilishdan bosh tortdi. Hamonning jahli chiqib, Mordaxoydan o'ch olishga qaror qildi. Bir kuni u podshohga dedi: "Yahudiylar podshohning buyrug'ini bajarmayaptilar. Shunday buyruq tarqatginki, hamma yahudiylar vayron qilinsin." Hamon podshohni bu taklifga ko'ndirish uchun unga pul berdi. Hamon xalqqa belgilangan kunda ular yahudiylarni o'ldirishini kerakligini xabar qildi. Hamon shaxsan Mordaxoyni osish uchun katta dor tayyorladi. Mordaxoy Esterga podshohning oldiga borishi va xalqini qutqarishini kerakligini aytdi. Lekin Ester dedi: "Agar kimki podshoh oldiga chaqirtirilmaganda kelsa, u o'ladi." U yahudiylardan uning uchun ibodat qilishlarini so'rab dedi: "Men podshoh oldiga boraman. Mayli o'lsam o'la qolay." 12-rasm. Esterning ziyofati. Xudo yahudiylar ibodatiga javob berdi. Podshoh Esterni qabul qildi. U podshohni alohida ziyofatga taklif qildi. Taklif qilinganlar ichida Hamon ham bor edi. Ba'zida podshoh so'radi: "Malika Ester, nima istaysan?" Ester xitob qildi: "Mening istagim shuki, menga va xalqimga hayot bag'ishlasinlar. Chunki men va xalqim o'limga mahkum etilganmiz." Podshoh dedi: "Kim bunday qilishga jur'at etdi?" Ester: "Bizning dushmanimiz bu yovuz Hamondir", dedi. Podshoh Hamonning yovuz rejalarini eshitgach, shunday g'azablandiki, Hamonni Mordaxoy uchun tayyorlab qo'ygan doriga osishga buyurdi. Barcha yahudiylarni ozod etdi. Do'stlar, Ester o'z xalqini qutqarish uchun o'limga tayyor edi. Lekin Iso Masih bizni shunday qattiq sevdiki, hammamizni abadiy o'limdan saqlash uchun o'zi o'ldi.
Kasetangizning bu tomoni tugadi. Iltimos, keyingi tomonini qo'ying va shu yerdan eshitishda davom eting. Beshinchi kitob. B tomoni. Xudo uchun sinovlarda. Sizlarga tinchlik bo'lsin. Hikoyamizni davom ettiramiz. Daniel va Nemiya o'z dushmanlari yerida yashashga majbur bo'ldilar. Lekin ular yagona haqiqiy Xudoga ibodat qildilar va ular buyuk odamlar bo'lib qoldilar. Quyidagi tovushni eshitganingizdan keyin keyingi varaqni oching, navbatdagi rasmga o'ting. 13-rasm. Daniel va uning do'stlari. Daniel va uning do'stlari yahudiylar edi. Ular dushmanlari tomonidan Bobil yeriga asirga olingan edilar. Bobil podshohi ularni o'ziga xizmat qilishlarini xohladi. Shuning uchun ular Bobil odatlari va tilini o'rganishlari kerak edi. Daniel va uning do'stlari podshohning tansiq taomlarini yeyishdan bosh tortdilar. Bu yahudiylar odatiga ko'ra zid edi. Ular Xudoning qonunlarini bajarish va unga amal qilish kerakligini bilardilar. Shuning uchun ular ovqatlanish uchun faqat sabzavot, meva va suv so'radilar. Ularni qo'rqitayotgan odam ular ozib ketib kasal bo'lishidan qo'rqardi. Lekin Xudo ularga g'amxo'rlik qildi va ular Bobildagi yoshlarga nisbatan sog'lom va aqlroq bo'lishdilar. 14-rasm. Daniel va Bobil podshohi. Bobil podshohi tush ko'rdi. U o'zining donishmandlariga uning tushi haqida gapirib berishlarini so'radi. Lekin ulardan birortasi ham uning tushini ta'birini aytib bera olmadilar. Shuning uchun podshoh ularning hammasini o'ldirishga qaror qildi. Shunda Daniel va uning do'stlari Xudoga ibodat qildilar va Xudo Danielga podshoh tushini ta'birini ochib berdi. Daniel podshoh oldiga borib dedi: "Osmonda hamma sirlarni ochib beradigan Xudo mavjuddir. Ulug' Xudo podshohga kelajakda nima bo'lishini aytadi." Podshoh tushida dunyodagi hamma shohliklarni ko'rdi. Keyin u ularning barchasini vayron qilgan buyuk shohlikni ko'rdi. U abadiy davom etuvchi Xudoning shohligi edi. Daniel buni podshohga aytib bergani uchun podshoh Danieldan juda xursand bo'ldi. Donishmandlar qutqarib qolindi va Daniel butun Bobil bo'yicha boshqaruvchi bo'lib qoldi. 15-rasm. Oltin but. Bobil podshohi katta oltin but o'rnatdi. U hamma o'z qo'li ostidagilarni kelib bu butni ko'rishga chaqirdi. Podshohning xizmatkorlari odamlarga amr qildilar: "Musiqa ovozini eshitishingiz bilan siz yiqilishingiz va oltin butga sig'inishingiz kerak. Kimki unga sig'inmasa, olovli o'choqqa tashlanadi." Danielning do'stlari Shadrax, Meshach va Abednego butga sig'inishdan bosh tortdilar. Ular yolg'iz Xudoga ibodat qildilar. Bir necha odamlar borib podshohga dedilar: "Ba'zi bir yahudiylar senga quloq solishmayapti. Ular sening Xudoingga xizmat qilmay, oltin butga sig'inishdan bosh tortishyaptilar." 16-rasm. Olovli o'choq. Podshoh Shadrax, Meshach va Abednego'ni olib kelish uchun odamlarni yubordi. U ularga dedi: "Agar sizlar oltin butga ibodat qilmasangiz, olovli o'choqqa tashlanasizlar. Qaysi Xudo sizni qutqara olarkan?" Ular: "Biz xizmat qilayotgan Xudo bizni qutqara oladi. Lekin hatto u qutqarmasa ham biz oltin butga sig'inmaymiz" deb javob berdilar. Shunday qilib Shadrax, Meshach va Abednego olovli o'choqqa tashlandilar. Shundan so'ng podshoh qichqirib yubordi: "Qaranglar, olov ichida turgan 4 odamni ko'ryapman. 4-inchisi Xudo o'g'liga o'xshaydi." Uchala odam olovli o'choq ichida chiqqanlarida ulardan hatto kuyindi hidi ham kelmasdi. Shunda podshoh dedi: "Shadrax, Meshach va
Abednegolar Xudosi o'zining farishtasini yubordi va o'z xizmatkorlarini qutqardi. Boshqa birorta xudo shunday qila olmasdi. 17-rasm. Daniel Xudoga ibodat qiladi. O'sha yurtda Daniel katta obro'ga ega edi. Boshqa hukmdorlar uning bu obro'sini ko'ra olmadilar. Ular undan hech qanday kamchilik topa olmasdilar. Chunki Daniel podshohning aytganini qilardi. Shunda Danielning dushmanlari podshohga borib dedilar: "Kimki sendan boshqa birorta odamga yoki Xudoga ibodat qilsa, sher uyasiga tashlanadi" deb farmon chiqardi. Podshoh bunga rozi bo'ldi va yangi farmon chiqardi. Daniel podshohning yangi amri haqida eshitdi, lekin u har kungiday Xudoga ibodat qilishda davom etdi. Dushmanlari uni ibodat qilayotganlarini ko'rdilar va podshoh huzuriga borib, "Daniel sen chiqargan amirga bo'ysunmayapti" dedilar. 18-rasm. Daniel sher uyasida. Podshoh Danielni sher uyasida o'lib ketishini xohlamasdi. Shu bilan birga o'z amrini ham o'zgartira olmasdi. Shuning uchun Daniel sherlar uyasiga tashlab yuborildi. Kelasi kuni erta tongda podshoh sher uyasiga yugurdi va Danielni chaqirdi. Daniel: "Sening Xudoying seni sherlardan qutqara oldimi?" Daniel javob berdi: "Mening Xudoyim o'z farishtasini yubordi va sherlarning og'zini yopib qo'ydi." Podshoh juda suyundi. Daniel sher uyasidan chiqarildi. Podshohning amri bo'yicha Danielning dushmanlari sherlarga tashlab yuborildi. Shu zahotiyoq sherlar ularni bo'laklarga bo'lib tashladi. Do'stlar, biz agar Daniel va uning do'stlarining tirik Xudosiga ishonadigan bo'lsak, odamlar yordamiga muhtoj bo'lmaymiz. Hatto odamlar bizni o'ldirayotgan bo'lsalar ham, biz baribir umidga egamiz. Chunki Iso Masih bizga o'limdan so'ng Xudodan hayot baxsh etish uchun keldi. On 19-rasm. Nehemiya buyuk podshoh qarshisida. Nehemiya Xudoga ishonuvchi yahudi edi. U Danieldan keyingi vaqtlarda Bobilda yashar edi. Uning ajdodlari yashagan shahar Quddus vayronada edi va u yerda yashovchi yahudiylar katta falokat yoqasida edilar. Nehemiya buyuk podshohning xizmatkori edi. Bir kuni u podshohga may olib kelayotganida podshoh unga dedi: "Nima uchun g'amginsan?" Nehemiya unga Quddus va uning yahudi xalqlari haqida gapirib berdi. Shundan so'ng podshoh dedi: "Nima istaysan?" Nehemiya jimgina Xudoga ibodat qildi va podshohga dedi: "Meni otalarim shahriga yubor. Men uni boshqatdan tiklayin." Xudo Nehemiyaning ibodatiga javob berdi va podshoh uning iltimosiga rozi bo'ldi. 20-rasm. Nehemiya vayron bo'lgan shaharni ko'ryapti. Podshoh Nehemiyaga yordam berish uchun qurilish materiallari va odamlarni berdi. Ular yo'lga chiqib Quddusga keldilar. Nehemiyaning dushmanlari buni eshitib jahllari chiqdi. Ular kimdir yahudiylarga yordam berishini xohlamasdilar. Nehemiya ulardan qo'rqmadi. Nehemiya Quddusning ahvoli o'z ko'zi bilan ko'rmoqchi bo'ldi. Shuning uchun u shaharning vayrona devorlari atrofini aylanib chiqdi. Hech kim uning nima qilayotganini ko'rib qolmasligi uchun bu ishni kechasi qildi. Keyingi kuni erta bilan Nehemiya yahudiylarni chaqirdi va dedi: "Yuringlar, Quddusning devorini qayta tiklaymiz va biz boshqa xo'rlikda bo'lmaymiz." U yahudiylarga Xudo ular bilan birga ekanligini, ular o'z dushmanlaridan qo'rqmasligini kerakligini aytdi. Shunda yahudiylar Nehemiya bilan ishlashga rozi bo'ldilar. 21-rasm. Qayta tiklash. Rasmga qarang. Yahudiylar ishlay boshladilar. Boshqalar devor qurganlaricha va darvoza o'rnatganlaricha
Ba'zilar chiqindilarni tozaladilar. Yahudiylarning dushmanlari juda yovuz bo'lib qoldilar. Ular yahudiylarni ular ishlayotgan paytda o'ldirmoqchi bo'ldilar. Shuning uchun Nehemiya yana Xudoga ibodat qildi. U Xudoning unga nima qilish kerakligini ko'rsatishga muhtoj edi. Keyin u ishlayotgan odamlarni qo'riqlash uchun to'siqlarga qurollangan odamlarni qo'ydi. Har bir odam qo'liga qurol olib jangga tayyorlandi. Dushmanlar va Nehemiyani va yahudiylarni o'ldira oldilar. Shunday qilib ish davom etdi va faqatgina 52 kunda devor qayta tiklandi. Yigirma ikkinchi rasm. Ezra qonunni o'qiydi. Devorlar qayta tiklangandan so'ng yahudiylar Quddusda yana birga yig'ildilar. Xudoning payg'ambari Ezra ularga muqaddas kitobdan o'qib berdilar. Odamlarning ba'zilari yig'lay boshladilar, chunki ular o'zlarining Xudoning qonuniga quloq solmaganliklarini bilardilar. Bu Xudoning dushmanlariga shaharni vayron qilishiga imkon berganligini sababi bo'ldi. Yahudiylar o'zlarining gunohli yo'llaridan Xudoning yo'llariga qayta o'tishni istardilar. Nehemiya odamlarga dedi: "Tushkunlikka tushib g'amgin bo'lmang. Rabbimizning quvonchi sizning kuchingiz. Do'stlar, sizlar quvonchga egamisizlar. Xudo agar biz uni bilsak va uning muqaddas kitobiga quloq tutsak, bizga quvonch va ilohiy kuch beradi." Endi men sizlarga qanday qilib Nehemiyadan ham Xudoni bilib olishingiz mumkinligini tushuntirib berishim uchun ijozat bersangiz. 23-chi rasm. Iso Masih qochdi. Xudoni bilishning faqatgina birgina yo'li bor. Xudo Iso Masihni o'sha yo'lini ko'rsatish uchun yubordi. Iso Masih ko'p yillar muqaddam yerda yashadi. U odamlarga yordamlashish uchun juda ko'p ishlarni qildi. U bizlarga Xudoga qanday qilib ma'qul bo'lishni ko'rsatdi. Biroq biz Xudoning yo'lidan bormadik. Bizlar hammamiz Xudoga qarshi gunoh qildik. Gunoh uchun jazo abadiy ruh o'limdir. Xudo Elisha, Daniel va boshqalarni o'limdan saqlab qoldi. Lekin u Iso Masihni o'limdan saqlab qolmadi. Juda johil odamlarning Iso Masihni o'ldirishlariga yo'l qo'ydi. Ular Iso Masihni yog'och xochga mixlab qo'ydilar. Shunday qilib Iso Masih o'zi gunohsiz bo'lib, bizning gunohlarimizning jazosini o'ziga olib o'lishga rozi bo'ldi. Chunki u bizni sevadi. Hozir Xudo bizning gunohlarimizni Iso Masih jazosi qoldirgani uchun kechira oladi va biz uning oldiga bora olamiz. U bizning ruhimizni hayotga olib keladi va endi biz Xudoni bilib olamiz, sevamiz va unga xizmat qilamiz. 24-chi rasm. Iso Masih abadiy hayot yo'lini ko'rsatadi. Do'stlar, hayot bizni o'limga boshlovchi keng va katta yo'lga o'xshaydi. Har bir odam Xudoga noma'qul bo'lgan. Bizlar hammamiz shaytonning yo'lidadirmiz. Bu o'limdan keyin abadiy jazoga boshlaydi. Iso Masih bizni bu jazodan xalos etish yo'lidan azoblanib o'ldi. 3 kundan keyin u tirildi. Shu orqali u bizga Xudoga boradigan yo'lni ko'rsatdi. Biz endi Iso Masih ko'rsatgan yo'ldan borishimiz kerak. Bu qiyin va tor yo'ldir. Ba'zan biz bu hayotda Daniel va uning do'stlari kabi qiynalishimiz mumkin. Lekin Iso Masihning yo'li bizni osmonga olib boradi. U yerda esa qiynoq yo'q. U abadiy quvonch va xotirjamlik hukm suradigan joydir. Xudo ham u yerdadir. Iso Masih shunday degan: "Men yo'lman, mensiz hech kim Otaning oldiga bora olmaydi." Shunday ekan, endi Iso Masihga ibodat qilinglar. Undan o'zingiz uchun Xudoga yo'l ko'rsatishni so'rang.